Kuzatuvchilar, men tekin onlayn konsultatsiyalar beramiz deganda o'tkir shamollash kasalliklari, tish og'rig'iga o'xshash, quloq og'rig'iga o'xshash kasalliklarda konsultatsiyalar berish, bir-biriga o'xshash buyrakda og'riq, buyrakda sanchiq, shunga o'xshagan kasalliklarda urologga murojaat qilish kerakmi, nefrologga murojaat qilish kerakmi degan ma'noda shunga o'xshash holatlarda qaysi kasalliklarda qaysi doktorga nima analizlar topshirish kerakligi haqida savollar beringlar deganman. Bu savollarga tekin maslahat berib, reja qilib bermoqchimiz sizlarga. Shuni to'g'ri tushunib, hammaga to'g'ri tarqatsanglar, shu 10 mingta, 12 mingta odam meni kuzatayotgan, shuning ichida 100 ta, 200 ta, 500 ta odam eshigini topolmay darbadar bo'lib, har xil vrachlarga uchrab, kerak bo'lmagan analizlar boshqalarni topshirib yurganlar ko'p. O'sha bo'yicha tarqatinglar, guruhimizga a'zo bo'linglar va bu narsalarni tarqatinglar, o'zlaringiz tanish bilishlardan boshlanglar tarqatish.